Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Bugun sizlarga ingalyatsiya uchun ishlatiladigan Breezer Thread dorisi haqida qisqacha ma'lumot berib o'tib ketaman. Bu Ukrainaning Yuria Farm kompaniyasidan chiqadi. Kattalar va bolalarga ingalyatsiya qilish uchun ishlatiladi. Dori haqida qisqacha ma'lumot beradigan bo'lsak, tarkibiga keladigan bo'lsak, bitta ampula 4 milli bo'ladi. O'zida 30 milligramli asetilsistin saqlaydi. Ta'siri balg'amni suyultiradi, yo'taldan chiqqan quyuq shilliqni osonlashtiradi, nafas yo'llarini ochib beradi. Xo'sh, nima uchun ishlatiladi desak, shamollash, bronxit, pnevmoniya, laringit, traxitda, allergik rinitda, sinusitda, balg'amni qiyin chiqaradigan kasalliklarda ham ishlatiladi. Bolalarda ham, kattalarda ham qo'llash mumkin. Xo'sh, dozasi odatda bolalarga 2-4 millidan kuniga 1-2 marta nebulayzer orqali ingalyatsiya qilinadi. Kattalarga 4 millidan kuniga 1-2 marta. Muhim eslatma, doza va kursni davomiyligini shifokor belgilaydi. Breezer Thread balg'am suyultiruvchi asetilsistin hisoblanadi. 1 yoshgacha bo'lgan bolalarda faqat shifokor tavsiyasi bilan ishlatiladi. Chunki kichkina chaqaloqlarda balg'am juda suyulib ketadi, chiqarib yubora olmasligi mumkin. Odatda zarurat bo'lsa nebulayzer orqali 1-2 millidan shifokor nazoratida qo'llash mumkin. Uy sharoitida o'zboshimchalik bilan 1 yoshgacha bo'lgan bolalarga tavsiya etilmaydi. Bugungi qisqacha mavzumiz shundan iborat edi. Like bosib qo'ying. Sog' va salomat bo'ling.